Xudo bersa erkak kishini omadi bilan o'ynashi bo'lmaydi aka. Bitta bersa bor odam tevalarga ko'tarilib ketadi. Xudo beraman desa bor to'xtatib bo'lmaydi. Kiyib turgan narsalarni o'zingizdan bilmay qolasiz aka. Erkak kishi bor bilan 50 ming, 100 ming pulga kerak bo'lsa bor bilan quyit qilasiz, borib zor bo'lib qolar ekan. Erkak kishi bundan zor bo'lmasin. Erkak kishiga yarashmas ekan bu narsa. Aytyapman, men ichimdan aytyapman aka. Men osmondan olganim yo'q. Erkak kishiga bori yo'qchilik yomon ekan. Erkak kishi borchilikda bo'lish kerak. Ayol kishi ham ko'tarolmas ekan, bekorga ko'tarolmas ekan. O'shaning uchun birarag'alab ketib borar ekan aka. Aytyapman, erkak kishi yo'qib qolsa nima qiladi? Erkak kishiga oson emas ekan. Bitta odam menga yordam bergan yo'q. Hamma qarab turibdi, tomosha qilyapti. Kerak bo'lsa odamlar bor, bitta tepa arqa tushib boryapti. Endi chiqib ketamasa, arg'alarga tashlab yuboryapti odam. Shu darajada bo'lyapti.